Присаживайтесь. Идемте, гости. Small pieces paper, 12 layers paper. Проходите, можете вот посередине тоже. Вот. Значит, идем сюда поближе. Вот. Открываем сундучок у нас. Small pieces, 12 layers paper. Сейчас я рассказываю, как изготавливаются эти куколки наши. Из папье-маше. Рисуется эскиз, делаем голову из пластилина, и потом смазывается маслом, заливается гипс с обоих сторон. Получаем гипсовую форму. У каждой куколки есть гипсовая форма. Больше старит. Клей, мука и вода маленькими кусочками 10-12 слоев бумаги прессуется. Она получается довольно твердая. И потом лишние места срезаем. Автокаттинг, polishing and glue together. Склеиваем оба части. After fix for stick. Again, 2-3 more layer paper. Потом фиксируется на палочку и еще снаружи 2-3 слоя бумаги заклеивается. Потом шлифуем polishing. 3 layer watercolor. Again, polishing. Водоэмульсионная краска 3 слоя и снова шлифуется. И наконец разрисуются акрилы, покрасят 2 слоя лака. And acrylic painting and final 2 layer lack. Like men. Mirfaiz do'stim, bitta qo'g'irchoqni tayyorlash uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Bizga bitta qo'g'irchoq tayyorlash uchun noldan shu qo'g'irchoq yasash uchun 7-8 kun vaqt ketadi. Chunki biz yopishtiramiz buni, quritamiz. Keyin quritgandan keyin yana ikki tomonlarni qirib yana yopishtiramiz. U yana qurishi kerak. Keyin yana faslasiga ko'rsataman protsessni. Yopishtirgandan keyin yana ustini tekslanishimiz kerak. Keyin yana 3 sloy kraska 3 sloy qilamiz, ko'ramiz. Idealni ровно chiqsa agar, keyin уже katta ustozimizga beramiz. Ular chizadilar. Akrazman bu yerga keyin sizga ko'rsataman. Chizgandan keyin yana 2 sloy lak bilan suritamiz. U 2 kun, 3 kun qurishi kerak. Shu umuman olganda 7-8 kun vaqt ketadi. Birtasiga, bir donasiga. Lekin biz 3 ta oila ishlaymiz. 10-7 kishi bir haftaga 8-9 12 qo'g'irchoq taxlaymiz. Bu xona o'zi aytganimdek bizning katta ustozimiz Iskandar Hakimov buni chizadilar. Biz keyin 2-3 sloy buni lak qilamiz. Chunki bu qurishi kerak, ana shunda biz quriydi. Bir sloy qilganda vaqtda biz u qurishi kerak, keyin ikkinchi sloy qilamiz, keyin uchinchi sloy. Polis qurganda keyin buni biz olamiz va bu qo'llari bilan kiyimlari qoladi. Milliy qo'g'irchoq yasash yo'nalishi bo'yicha faoliyat ko'rsatisar ekan. Xursand bo'ldim, to'g'risini aytsam. Bu yerda bir kishi emas, ko'pchilik ishlashadi ahillikda. Hozir men do'stlarimni suhbatga taklif etaman. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Farruh. 13 yildan beri shu yerda ishlayman. Keling, ish jarayonlaringiz haqida gapirib berasiz hozir. Boshida eskiz chiziladi bu personajlar. Keyin plastilin, skulpturli plastilindan boshi tayyorlanadi va o'shandan eskiz olinadi. Bu gips formasi. Har bir qo'g'irchoq o'zining gips formasi, orqa va oldin va orqa qolibi bo'ladi. Keyin papier-mashe. Proses papier-mashe bo'ladi. Birinchi qavat faqat suv va qog'oz. Keyinchalik olish uchun gips formadan. Keyin 12 qavat kley un bilan suv, 12 qavat papier-mashe qilinadi. Shundan keyin mana bu holatga keladi. Chetlarini kesib olamiz, qaychilab olamiz. Ikki tomonni bir-biriga yopishtiriladi. Bu PVA kley bilan o'zi. Keyin tayoqchaga uriladi. Tayoqchaga urilgandan so'ng
vodoemulsionniy kraska, vodoemulsiya. 3 qavat vodoemulsiya qilinadi va shlifovka qilinadi. Shlifovka qilingandan keyin oxirgi sloy vodoemulsiya qilinadi va uyga uzatamiz. U yoqda bir qizcha va bosh usta chizadi. Undan keyin yana bizga yuboradi. Tepada lak qilamiz 2 qavat. Bir qavat qilinadi, lak 4 kun quriydi, keyin yana bir qavat 4 kun quriydi. Shundan keyin boshqatdan uyga yuboramiz, ustani uyiga. U yoqda ayollar parallelna uyda qo'lchalari, kostyum, boshqa narsani yasaydi. Hammasi birgalikda qo'g'irchoqqa aylanib qoladi. Assalomu alaykum, ustoz. Assalomu alaykum. Xo'rmang. Bor beringlar. Assalomu alaykum. Shogirdingiz bugun siz haqingizda faxrlanib gapiryaptilarda. Keling sizdan ham gap eshitamiz, ustoz. Xo'p. Sizni ustozingiz kim bo'lgan? Mani ustozim Iskandar aka Hakimov. Iskandar aka Hakimov. Men o'zim restoranskiy работник bo'lgan. Delegatsiya obsluj qilardik. Bu yerga Nodir Devonbegi, undan oldin Inturiz degan gostinitsa edi, yerga ofitsiant bo'lib ishlardim. Keyin o'tdim bu tomonga restoran Nodir Devonbegi madrasasi. U yerga delegatsiya keladi, mehmonlar, ujin, konsert, filarmoniya, fashion show, ko'rgazma bo'lardi. Men u yerga ishlardim ofitsiant bo'lib. Bitta ish yerga kichkina do'koncha edi. Ustozim Iskandar aka ish yerga ishlab yurardilar. Qo'rchoq, taxlab. Ko'rdim yaxshi odam. Alopogza, chestniy, добрый, щедрый odam. Menga ma'qul bo'ldi bu ish. Keyin ishlab yurgan payt o'zi men dedim, o'sha başta 40 ga kirgan edim. Ustozga aytdimki, o'sha 38-37 yosh. Men dedim, menga endi sekin-sekin bironta hunar kerak. Restoran qachongacha ishlayman afsan bilib, bu yerga o'sha yoshlar ishlashi kerak, ularga joy berish kerak. Menga endi hunar kerak deb u kishidan iltimos qilgan edim. U kishi ham yo'q ham demadilar, davom etadilar. Lekin 1 yil o'tib, keyin bir joyga meni ko'rdilar. Aytdilarki, "Ты что, помнишь, что хотел?" Men dedim, "Нет. Ты же хотел со мной работать", dedilar. Men dedim, "Да". "Ну, хочешь?" Men dedim, "Да, albatta ishlayman." Keyin ustoz aytdilar, "Işte, хочешь работать?" Men dedim, "Да." Shu bilan ustozning oldiga keldim. O'sha aytganini birga o'tirasan, ana bu narxlar, turist kelsa tushuntirasan, sotasan. Men xo'p dedim, boshiga sotuvchi bo'lib o'tirdim. Keyin aytdim menga, "Ha, endi o'rgatish kerak." Keyin boshidan qo'lib berdilar, yopishtirardim. Faqat yopishtirardim, sekin-sekin. Keyin ikkinchi pozitsiya, uchinchi yopishtirish, sabirat, yog'ochchaga urib, shu ishlab yuraman kishi bilan, Xudoga shukr. Sekin-sekin ana jonim keldi, o'g'ilcham edi. Keyin Abdurahmon keldi. Hozir yana shuni bir olib cho'g'irlar ko'p. Qaysidir hozir aylanishga ketgan, kanikul payti, qaysidir o'qishga kirgan, qaysidir ishlayapti o'sha gostinitsalarda. Ana shu kim xohlaydi, shu yerga ishlaydi. Ba'zi vaqt mehmonlar keladi, ana ko'rsatamiz, xursand qilib yuboramiz. Siz ko'rdingiz qanaqa xursand bo'ldi bizning ustaxonaga. Tinch bo'lsin, xonadon tinch bo'lsin, ahil bo'laylik, do'st bo'laylik, sabr bersin hammaga, hamma ishiga omad bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, baxtdan taxt, dunyomiz tinch bo'lsin. Rahmat, boringizga shukr. Xushvaqt bo'ling do'stim. Xushvaqt bo'ling. Koshonangiz hamisha faizga to'lsin, mehmonlar bilan gavjum bo'lsin. Men buxorolik hunarmand do'stlarim bilan har doim
faxrlanib kelganman va bundan keyin ham faxrlanaman. Do'stlarim, xayr. Xayr. Xayr.